Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Tövəndəki ixtiyarlar xabarlarimizning təfsili məzmunlarida bo'lsin. Assalomu alaykum aziz Sharq Turkiston xalqi. Hammamizga ma'lumki, bugun, ya'ni 22 mart kuni No'ruz bayrami. Bugun bahor bayrami. Bugun biz uchun yangi bir yilning boshlanishi. Bu yangi yilimiz va No'ruz kunimiz hammamiz uchun muborak bo'lsin. Bugun kecha va kunduz tanglashib, kunduzning kecha ustidan g'alaba qilishga boshlagan kuni. Bu kunni Janob Alloh bizning g'alaba qilishga boshlagan kunimiz bo'lishiga nasib qilsin. Amin. Nəhayət dağdığlıq və kən dairlik ötküzüldiğən No'ruz bayrami qədimdən tartib O'rta və Mərkəz Asiyoda yaşab kelgan Türkiye xalqlarının cümlədən Uyğur xalqının milli bayramlarından biri. Bu bayram tarixdən beri hər kişiyə öz talantını namoyon qilish uchun keng sahna bo'lib kelgan. Shundaqla bu bayramda ko'n yildan savoq qilinib, yangi yilda nimalarning qilinish kerakligi talantli kishilar bilan muzokara qilinadigan bo'lishqa, bu bayram ajdodlarimiz tarafidan yillik xalq anjumani qilib bekitilgan. Tarixiy materiallarga qaraganda Uyg'ur xalqi islom diniga e'tiqod qilishdan burun No'ruz bayrami ularning turmushida milliy tus olgan bir xil bayram bo'lib, islomiyatdan keyin davomlashib kelgan. Chunki bu bayramning mohiyatiga va ruhiga qaragan chig'imizda bu bayramda insoniyatga ziyonli hech narsa yo'q. Bu bayramni bizga o'xshash milliy bayram sifatida tabriklaydigan ba'zi millatlarning tabriklash faoliyatlarida ba'zi xatoliklar bo'lgan bo'lsa-mu, bu xatoliklar ularning diniy aqidasidagi xatoliklardan kelib chiqqan. Shunga ularning xatoliklari bilan bizning hech qanday aloqamiz yo'q. Shunga bizning an'anaviy No'ruz tabriklash usulimizda xatolik yo'q. Dal aksiya bu bayram islomning ba'zi muhim amr farmonlarini ado qilishga so'rin hozirlab beradi. Alloh Qur'oni Karimda Sura Rumning 52-oyatida mundaq degan: Allohning rahmati yomg'irning izlari natijalariga qaraganki, Alloh o'lgan zaminni u yomg'ir vositasi bilan qandoq tirildirdi. Ana shu qudrat o'lganlarni qayta tirildiradigan kuchdir va u har narsani qilishga qodirdir. Bu oyatda Allohning o'lgan zaminni suv orqali qandoq tirildirganligini sayr qilishimiz, onunğa nazar selishimiz va Allohning qudratini mushohida qilishimiz amr qilingan. Shuning uchun musulmon ajdodlarimiz islomiyatdan keyin bu No'ruz bayramini davom qildirib kelmoqda. Chunki No'ruz mazgilida qarmuzlar erib, o'lgan va chanqagan zamin suv bilan uchirishib tirildi. O'lik holatdagi daraxtlar jonlandi. O'lgan qurt va hasharotlar tirildi va buning o'xshash son-sanoqsiz o'lgan mahluqot tirildi. No'ruz mazgili bu nuqtadan qaraganda ko'z bilan ko'rgil bo'lgan darajada Allohning qudratiga mazhar bo'lg'ashqa, Allohning san'atiga sahna bo'lg'ashqa va Allohning rahmatini ochiq oshkor ko'rsatadigan ekran bo'lg'ashqa, ajdodlarimiz bu ubudiyatni ado qilish uchun No'ruz kunlarini fursat bilib, xalqimizni to'plab, qorilarimizga Qur'on o'qitib, olimlarimizga tabliq qildirib, Allohning qudrat kamolini tashviq qiladigan so'ringa aylantirib bergan. Shundaqla siyosiy rahbarlar bilan xalqimizning yuz ko'rishadigan so'riniga, san'atkorlarni o'zining san'atini namoyon qiladigan va talantli kishilarning o'z talantini ko'rsatadigan sahnalarga aylantirib bergan. Yana ajdodlarimiz No'ruz kunlarida yurt oqsoqollariga so'rin hozirlab, ularning ko'n yildan savoq qilib, yangi yilda nimalarning qilinish kerakligi to'g'risida plan tuzishiga so'rin hozirlab bergan. Yana baylarni safarbar qilib, zarixatma hozirlab fikrlarning ahvolidan xabar olish faoliyati uyushtirgan. Bu orqali xalqimiz bir-biri bilan tanishgan, bir-biridan hunar san'at o'rgangan. Cho'nglar kichiklarni izzat qilishni va kichiklar cho'nglarni hurmat qilishni o'rgangan. Xalqimiz bir-biridan tajriba savoq qilib, ong saviyasini o'zliksiz o'stirgan. Shundaqla milliy urf-odatlarini bir-biridan o'rganib va muhofazat qilib, avloddan avlodga meros qoldirib mangan. Demak, No'ruz bayrami xalqimiz tomonidan ijobiy foydalanib kelingan bir milliy bayramimiz bo'lib, Xitoy tajovuzchilari tomonidan izchil yo'q qilinishga yoki o'zgartirishga nishon bo'lib kelmoqda. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqini tamoman yo'q qilib o'tish planiga zarb berish uchun bu No'ruz bayramimiz ijobiy shaklda o'z rolini joriy qildirishi va Sharq Turkiston xalqining Xitoy xalqi emasligini ifodalash rolini o'ynash kerak. Shuning uchun biz Sharq Turkiston xalqi No'ruz bayrami munosabati bilan hamma yerda to'planishimiz kerak va bu so'rovlarda Sharq Turkiston xalqining Xitoy xalqi bilan hech bir jihatda munosabati yo'q ekanligini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston ishg'ol qilganligini va buning natijasida Sharq Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilari tomonidan irqiy qirg'inchilik uchrayotganligini, bu haqda butun dunyo xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishiga yordam qilish kerakligini, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun Xitoy mollarining va 2022-yildagi Olimpik tanarkan musobaqasining boykot qilinish kerakligini tashviq qilishimiz kerak. Mushundaq bo'lganda No'ruz bayramimiz muvaffaqiyatli bo'lgan bo'ladi. Afsuski, ba'zi yerlardagi No'ruz bayram faoliyatlari insonning nomusini keltirdi. Sharq Turkiston xalqining umumyuzlik irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bugungi kunlarda normal bir Sharq Turkiston fuqarosining kulgidek yoki kulib usul o'ynagidek ahvoli bo'lmaydi. Ammo ba'zi Uyg'ursimon g'itmaklarning eshak ulivasa ko'ti g'ajak tortibdi degandek, xalqimiz ulivasa g'ajak tortib o'ynab ketishlari baxtli insonlarda ko'rinish uchun o'rilgan sun'iy kulkillari, xuddi to'y bo'layotgandek ijib xo'shallik kayfiyati yaratishga tirishishi dal Xitoyning orzusiga uyg'un bo'lgan No'ruz tabriklash sahnalaridir. Bunda g'ajak tortish Xitoy tajovuzchilariga moslashib, Sharq Turkiston xalqining sharafini yerga urganlikdir va bizning an'anaviy No'ruz tabrik
tabriklash usulimizga xilofdir. No'ruz tabriklash usulimizning bu qadar chupranda bo'lishi Xitoyning o'rlashtirishimi yoki bizning g'ofilligimizdan va johilligimizdanmi? Bu vaqtda o'ylanishimiz lozim va darhol bu ahvolni tuzib, o'zimizning an'anaviy No'ruz tabriklash usulimizni qaytishimiz kerak. No'ruz mazgili jonlanish va tirilish zamoni bo'lg'achqan No'ruz bayramini tabriklashmo jonlanishimizga va tirilishimizga xizmat qilish kerak. Bayden hükümeti vazifaga o'tirgandan buyon butun dunyoning diqqat nuqtasi bo'lib atgan Amerika Xitoy ikki davlat yuqori darajali uchrashuvi 18 mart kuni Alyaska shtatining markazi Angori shahrida o'tkazildi. Mazkur uchrashuvga Amerika tarafdan Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan Amerika davlat xavfsizlik maslahatchisi Jack Sullivan, Xitoy tarafdan Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining diplomatiya mas'ul a'zosi Yang Jiechi bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi qatorliqlar qatnashgan. Mazkur uchrashuv prezident Joe Biden bu yil yanvarda vazifaga o'tirgandan buyon ikki taraf o'tirishidagi yuqori darajali rahbarlarning tunji qadamliq bevosita ko'rishi bo'lib hisoblandi. Xitoy bilan Amerikaning Alyaska shtatidagi 2 kunlik suhbatida ikki taraf keskin to'qnashib, odatdan tashqari usulda ochiq oshkora tirkashgandan keyin Amerika Xitoy Kompartiyasini nurg'un masalada xalqaro davolg'ish paydo qildi deb aybladi. Lukchek Xitoy Kompartiyasi amaldorlari qora niyatini nachar iboralar bilan ifodalab Amerikaga hujum qilgan. Keyingi yig'inda ikki taraf o'zaro ko'ngil biladigan masalalarni muzokara qilgan. Amerika davlat ishlar kotibi Blinken Amerikaning bu yig'inni o'tkazish maqsadiga yetganligini bildirgan. Xitoy ikki taraf o'tirisida yanada og'ir farq borligini e'tirof qilgan. Amerika amaldorlari yig'in jarayonida Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong, Tayvan va Janubiy Xitoy dengizi, to'g'ri hujumi, savdo va kishilik huquq qatorliq bir qator masalalarda Xitoy Kompartiyasini tanqid qilgan. Lekin Xitoy buni butunlay rad qilib, barliq masalada Amerika hukumatini ayblagan. Juma kuni yig'in oxirlashganda Yang Jiechi bilan Wang Yi birla vaqtda yig'in zalidan chiqib ketgan. Muxbirlarning savoliga javob berishni rad qilgan. Amerika davlat ishlar kotibi Blinken va davlat bexatarlik maslahatchisi Sullivan muxbirlarga suhbat to'g'risida ma'lumot berib, ikki tarafning negizlik farqi bor masalada Xitoyning mudofaa inkosini aniq bilganligini, yana Iron, Shimoliy Koreya, Afg'oniston va havo kelimat masalasini muzokara qilganligini bildirib, iqtisod, savdo va texnik jihatda Amerika hukumatining Amerika ishchilari va korxonalarining manfaatini to'liq qo'g'dash uchun Xitoyning amaliyotini davomli tekshirib turganligini ta'kidlagan. 18 mart payshanba kuni yig'in boshlanishdan burun Yang Jiechi Xitoy hukumatining izchil qo'llanib kelayotgan razil usuli bilan 17 minutlik uzunlikdagi ichilish nutqini yig'in ahliga majburlab Amerikaga til haqorat qilgan. Amerika davlat ishlar mahkamasi Xitoy kommunistik partiya amaldorlarining yig'indan ilgari 2 minutlik ochiq bayonot vaqtida xiloflik qilganligini ayblab, Xitoyning ommaviy so'rovlarda dramatik o'yin qo'yishga markazlashgan deb qaragan. O'zbekistonda Navro'z bayrami munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qarornomaga asosan 140 jinoiy mahbus kechirim qilindi. O'zbekiston Prezident Mahkamasi axborot vositalari ishxonasining bildirishicha, Shavkat Mirziyoyev Navro'z bayrami munosabati bilan jinoyatiga pushaymon qilgan va o'zgarish qarab yuzlangan mahbuslarni kechirim qilish qarornomasini imzolab, 140 mahbusdan 72 kishi qo'yib berilib, 67 sining jazo muddati qisqartirilgan. Kechirim qilingan mahbuslardan 14 kishi qonunsiz tashkilot mansubi, 9 kishi 60 yoshdan yuqori, 13 ayol va 12 kishi chet ellik ekan. Qarornomaga asosan munosabatlik ministerlik va davlat organlariga kechirim qilinib, qo'yib berilgan mahbuslarning jamiyatga moslashish, ishga oshirish vazifasi topshirilgan. Egilincha O'zbekistonda prezident tomonidan milliy va diniy bayramlar munosabati bilan jinoyatiga pushaymon qilgan va o'zgarish qarab yuzlangan mahbuslar uchun kechirimnoma e'lon qilindi ekan. Indoneziyaning Java orolida joylashgan Merapi yanartig'ida portlash yuz berdi. Indoneziya geologiyalik ofat texnika va tadqiqot markazi tomonidan e'lon qilingan bayonotda portlashda yanartog'dan purkilgan ko'l va isning 1300 metr egizlikka yetganligi bildirilib, Indoneziya geologiyalik ofat texnika va tadqiqot markazi mas'ullari oplesin ranglik ogohlantirish e'lon qilib, yaqindan buyon Merapi yanartog'da harakatlanish kuchaygan sababli yanartog'ning atrofidan 5 kilometrgacha bo'lgan ariqlikda faoliyat qilish cheklangan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.